Bugundan kelajak o'zgardi. Germaniyaning Vacuum brendi ostida ishlab chiqarilgan Moishe pilisos narxining arzonligi, qulayligi, funksiyalarining ko'pligi, o'ta jozibador va shafqatsiz dizayni bilan pilisos bozoridagi barcha raqiblarni yer bilan yakson qila oldi. Pilisos gilamlarni, mebellarni, pollarni yuvadi va har qanday yuvilishi qiyin bo'lgan dog'larni bemalol tozalab tashlaydi. Pilisos agarda ichiga suv solib qo'yilsa, oddiy pilisos sifatida ham ishlayveradi va xonaga hech qanday chang chiqarib yubormaydi. Pilisos hattoki oddiy qopda ham ishlayveradi. Komplektida naqd 5 ta nasatkasi bor. Ular orasida eng diqqatga sazovori esa roller nasatka. U gilam orasidagi changlarni, soch va iplarni vibratsiya siltalash orqali qoqib chiqaradi. Pilisos baglarni uchirish uchun kompressor vazifasini ham bajaradi. Kabel uzunligi naqd 8 metr. Dishlari tritan materialdan ishlangan. U zanglamaydi va sinmaydi. Aynan shu juda ham sifatli bo'lgan 200-220 dollar sotilayotgan Moishe pilisosimizni chegirmada atigi 130 dollarga sotib olishingiz mumkin. Bozor o'zlariga har doim eng yaxshi tavsiya qiladi.